Keyingi savol. Yangi avlod maktabgacha ta'lim tashkilotlarining o'ziga xosligi nimada? Bu bog'chalarga qabul jarayonlari qanday tashkil etiladi? Yangi avlod maktabgacha ta'lim tashkilotlari bu ayrim ijtimoiy tarmoqlarda noto'g'ri talqin qilinganidek bog'chadan boshlab tabaqalashtirish jarayoni emas. Mazkur bog'chalarga ham bolalarni qabul qilish Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 28-martdagi 244-son qarori bilan belgilangan tartibga muvofiq amalga oshiriladi. Yangi avlod maktabgacha ta'lim tashkilotlari maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimini yangi sifat bosqichiga olib chiqishga qaratilgan va bolalarni rivojlantirish innovatsion markazini o'z ichiga olgan bog'cha hisoblanadi. Yangi avlod maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning yoshi va rivojlanish bosqichlariga mos ravishda ijod va san'at, fan va matematika, jismoniy faollik va sarguzasht, til va tasavvur hamda robototexnika va ilk algoritmlash yo'nalishlarida tematik o'yingohlar tashkil etilib, boshqa bog'chalar uchun metodik yordam ko'rsatiladi. Ushbu markazlardagi har bir tematik o'yingoh uchun ajratiladigan bitta shtat birligidan iborat tarbiyachi yo'riqchilar esa bolalarning rivojlanishida ota-onalar va bog'cha tarbiyachilari uchun professional yordamchi vazifasini o'taydi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.